Kinoda, teatr kebek uq san'atning bir türü. Ул үз içine edebiyat, muzika, biyu, sınlı san'atni birleştirir. Kişi yaştagi bolalarga bilim hem terbiye biru, en ağır hem şidretli iş. Bolaga milli gırıf-gadetler, milli tradisiyalar ne kadar irterek verilse, ул şahıs olarak şu kadar güçlü, bilim, ilim, medeniyetin süye bölüşü bulup bola bulursa. Dürüst. Kichkine şaptan uq kino bilen şig'irlangan her bola da artist bo'lib o'sa olmaydi. Tik sobiy şoqda ko'ngil turine solib qo'yilgan bu oltin irliqlar bolaga kelishakda zo'r yordam etadi. Motorliqni anglay biluvchi, marhamatli bola bo'lib o'sarga bo'lishini bo'lamiz. Gimnaziyamiz kino tushirish uchun bek zo'r kuch qo'ydi. Kino tushirish uchun audio, video studiyalarning texnik sharoitlarining buluvi zo'r rol o'ynaydi. Şuna göre bu mümkünlükler bizning gimnaziyamizda behisab. Hem bigrek bizning o'quvchi, o'qituvchi, xizmatkor artistlarimizdan boshqa bu kinoni ko'z oldina da keltira olmaymiz. Kino tushirish uchun kerakli